Halimani kiritdi. Halima eridan azob chekayotdimi, boydan azob chekayotdimi? Halima ozodlik g'oyalarni gapirandimi yo ichida gapirgan o'tib ketdimi? Shuning uchun ham qo'shiq qildi. Guldan tikib hujra soldim o'zimga, yor bo'lsangiz quloq soling so'zimga. Qorong'ida ko'rinasiz ko'zimga, yana qaytib yalinasiz o'zimga. Ichida ekan o'tib ketdi. Xuddi qarg'alarga o'xshaydi. Qarg'alar uchsa qaraylik. Shuna unga tushayotganmiz, yana qarg'alar usuna qilib qo'yamiz. Bilmaganmiz albatta. Hidi kelsa mast bo'laylik desa, biz qovundikini o'ylaylik. Qanday edi? Va u bolasi osilgan ekan, bolasi otilgan ekan, bolasi chiriyotgan ekan, riyotgan ekan, quzg'unlar yeyotgan ekan, hatto ko'malmayotgan ekan. Hidi kelsa mast bo'laylik ekan. E'tibor qilyapsizmi? Mana qanaqa hayot, ularning hayoti. Bugungi hayot bu bobolarimizning mehnati. Bugungi hayot bu bobolarimizning zahmati. Bugungi hayot bu bobolarimizning qo'rqmasligi, vijdoni. Shuning uchun ham biz ularning izidan borib, adolatsizliklarga, korrupsiyalarga va bizni oramizda ham jadidlar qiladigan ishlar yetarli ekanligini hech qachon hech birimiz